Una bo'lsa, yaxshi gaplashamiz. O'n yil bo'ldi. Xo'p. To'xtang, opa, oldin salomlashaylik, maylimi? Qochib ketmayapman. Mana shu joyda yugurganniki emas, buyurganniki degan gap bo'ldi-da hozir. Nimaga desangiz, o'sha kunduzi men anaqa qo'yuvdim-da, istoriyada. Bugun mana shunaqa nima deydi, diagnostika efiri bo'ladi. Mana shu eng dolzarb muammoni olib tahlil qilib beraman, qaysi ssenariy natijasida shu narsa bo'layotganini anaqa beraman deganman-da. Desam, ko'pchilik yozdi. Men ham ko'rdim, yozganman. Ha, yo, lichkamga yozdi, opa, direktimga yozdi. Direktimga yozganda, keyin endi ha bo'pti, mayli deganman. O'shalardan birontasi yo'q-da, eng qizig'i. Nasib menga. Ha, o'shani aytyapman. Sizga nasib bo'lib qopti. Mana mayda bittasi G'aniyeva Shahlo buncha o'zingizni katta olasiz debdi. Kelinglar shu narsaga aniqlik kiritib olaylik. Rost ekan, men o'zimni shunaqa katta oladigan odamga o'xshaymanmi? Agar o'sha narsa asosli bo'lsa, nima deydi? Men tan olaman, haqiqatda. Yo, men mana shu joyda xato qilyapman ekan deyman. Lekin men bu yerda mana videolarimni ham ko'ryapsizlar. Prosta tak kesib gapiradigan odamman. Cho'zmayman. Tas gapiraman. Agar o'zimni katta olayotgan insonga o'xshasam, aytaveringlar, Tohirjon, manaqa gapingiz o'zini katta olayotganga o'xshatib qo'yapti. Desanglar, men o'zimni imkoni boricha chetdan ko'rishga harakat qilaman. Masalan, kibr qilish menga emas-da, men hech kim emasman. Men xolos bitta sohani mutaxassisiman, xolos. Men qattiqroq bo'lishim mumkin. Joski bilan anaqa katta olganni menimcha farqi bor. Ha, qo'pol gapirasiz. Aha. Da. Iltimos ikkinchi. Bo'ldi. Salom Tohir, o'ziga ishonch baland, shunga shunaqa tuyuladi. Ha, bo'lishi mumkin. Unaqa bo'lsa bo'lishi mumkin, faqatgina bu katta olish emas. Oldin aytib qo'y, opalar. Keyin hozir mana u nima deydi? Opaga men savollar beraman. Savol bu sohani tushunmagan odamga go'yoki provokatsiyaga o'xshab tuyuladi. Buni ham oldin aytib qo'y. Opa, sizga ham aytib qo'y. Provokatsiyaga o'xshab tuyuladi. Bu unaqa provokatsiya emas. Bu uslub. Bu uslub. Shuni oldindan tushuntirib qo'y. Xo'p? Ha, birinchi eshitdim, priyamoylaringiz eshitdim. O'tgan safargali qiz bilangina ham eshitdim. Aha. Zo'r. Shuncha bor. Zo'r, yaxshi. Xo'p, opajon bo'lmasam o'zingizni tanishtiring qani? Otim Maftuna, 34 yoshman. Turmush qurganimga 13 yil bo'ldi. Necha yil? 13 yil. 13 yil, aha, xo'p. Har 6 yilda shu xiyonatlari qaytalanaveradi-da. 6 yilda bilib qolaman. Ha, shu paytda shunda 2 martadan bilib qolgan bo'layapsizmi? 2 martasini bildim, mana yaqinda 3-chisida yana. Aha. O'zlari chetdalar. 1,5 yil bo'libdi, bitta o'ris bilan topishib olib, sevishib yurishibdi ekan. Men uni bilib qoldim. Ayallariga aytib berdim, urushib berdilar. Bo'ldi, kelaman deyishyapti. Undan voz kechmadingiz deyapman. Men kechirim so'rashdi, bo'ldi, men ko'zim ko'r bo'pti ekan. Oilamni tanladim deyishyapti. Men kechirdim deyapman, unutalmayapman-da, yuragim qiynalyapti, o'zim yeb tugatyapman. Zo'r, tushunarli. Xo'p, Maftuna opa qarang. Eringiz chetda yurib xiyonat qilganini siz O'zbekistonda turib qanday bilib qoldingiz? Telefonlarni alishtirib ketishdi-da, eskisi qoldi, kontaktda qolgan ekanda. U qizni rasmi kontaktida Lubimaya deb qo'yishgani. Unaqa ish qilib yurgan ustasi farang baslik uchun tozalab ketmagan telegramini. Men shubhalanib yurdim, shun bilan gaplashyapsiz, kim bu desam, u naqa bas, hech kim bas, o'zi yozgan kontakti deydi. Shunaqa qilib shubhalanib yurib yanvarda oxiri bilib qoldim. U qizni o'ziga yozdirdim, ruschani bilmayman, tanishimga yozdirdim. Ha, men erim bilan 2 yildan beri yashayman. O'tgan yil ham bir oyga borib kelgan, bu yil ham bir oyga borib keladi, xolos. Eringdan so'ra kimi yaxshi ko'rishini deyapti-da, o'ris.
Ha. O'shaniga bilib qolib, ayallarga aytib berdim. Ayallar urushdi, bo'pti, hop, kechirim so'rab kelaman deyishdi. Keyin yana 15 kundan keyin bilsam, shuncha gap so'zdan keyin yana yoniga boribdilar uni. Ha. Keyin Tushunarli. Hozir aytaman to'xtab dedim. turing, Maftun opa, to'xtab turing. Opajonlar, to'g'ri men sizlarni hammanglar bilan gaplasha olmasligim mumkin. Zato ko'pchilikda bor muammosi bor odamni o'rtaga olib gaplashyapman, чтобы bu sizlarga oyna bo'ladi. Ya'ni mana shu opaga berayotgan savolimni sizlar o'zingizlarga ham berib boraveringlar. Mana shunda men bitta efirning o'zida bitta odam bilan emas, go'yoki bitta 100 kishi bilan ishlagan odam bo'laman. Bu opadan keyin nasib qilsa yana o'sha bitta ikkitaga imkoni boricha vaqt ajratishga harakat qilaman. Shuning uchun sizlardan iltimos, norozichilik bo'lmasin. Xiyonat temasi ko'pchilikda bo'lganligi uchun mana shu opani oldim. Va kimda mana shu xiyonat temasi bo'lsa, hozir mana shu opaga bergan savollarimni sizlar o'zingizlarga berib boraveringlar. Mana shu opa bilan birgalikda sizlarning ham onginglar ochilib borilaveradi. Sizlarda ham qaysi ssenariy bo'layotganini o'zingizlar topib olasizlar. Mana shunaqa qilib birlashib ishlamasak, hozir sizlar o'ylamanglar, bizni tashab bir kishiga o'tib ketdi desanglar, o'sha yerda noqulaylik bo'ladi. Yo'q. Men nimaga bir kishiga o'tdim? Sababi chem hammanglarning savollariga mayda-chuyda, mayda-mayda qilib javob bergandan ko'ra, eng dolzarb muammosi bor va mana shu muammo boshqalarda ham bor. Insonni o'rtaga olyapmanda, shtobi nima bo'lyapti? Endi bu opa bilan ishlasam, bu opadagi muammo sizda ham bo'lsa, demak siz bilan ham barobar ishlagan bo'laman. Bu uchun nima qilishinglar kerak? Shu opaga nima savolni bersam, xuddi o'sha savolni menga beryapti Tohirjon deb qabul qilinglar. Iltimos sizlardan. Mana shunda bizning efirimiz anaqa manfaatli o'tgan bo'ladi inshaalloh. Xo'p. Menimcha yordam bo'lar ekan. Shuni o'tgan safargi efiringizda shunaqa qildimda, u qizga bergan savolingizni o'zimga berdim. Ancha bir kun yengil yurdim. Yana o'sha o'ylayapman, yana hayolimdan chiqib ketmayapti. Tushunarli. Aha. Xo'p, endi demak bilib qoldingiz. Bilib qolganingizdan keyin eringiz nima qilyapti endi shunda? Yo, bo'ldi, kechirim so'radilar, bo'pti, boraman, dokumentim tugadi, boraman deyishdi. Men ishonmayapman qandaydir. Qani soxta deb tuyulyapti. To'xtang endi. Mana shu joyda endi sizning holatingiz ikkiga bo'linib ketadi. Faqatgina biz buni nima deydi, aniqlab olishimiz kerak. Bir, sizga og'riq berayotgan narsa nima deb atadingiz? Aynan endi men erimga ishona olmayapman. Ya'ni xiyonatidan keyin ishona olmayapman deyapsiz. Bu bir. Ikkinchisi, bu kechira olmayapman. Ya'ni o'tmishdagi og'riqni aniq qila olmayapman deyapsiz. To'g'rimi? Ha. Xo'p, endi muammo eringizga ishonmaslikdami yoki o'sha bo'lib o'tgan xiyonatni eringiz kechirim so'rasa ham o'sha unutib olmaslikdami? Og'rig'ingizni topib olaylik. Unutdim deyapman-u. Endi u bilan sevish yurganini eslasam yana yuragim og'riyapti. Ana u bilan sevish yurganini eslasangiz, yurakka bu sizga og'riq beryapti, to'g'rimi? Xo'p, endi o'sha og'riqning nomi nimadi? Nima deb nom bergan bo'lasiz o'sha og'riqqa? Qadrsizlikmi, keraksizlikmi, ortiqchalikmi? Nima o'sha? Yoki aldanishmi, kalaka qilinishmi? O'sha qadrsiz, kerak emasda. Qadrsizlik, keraksizlik, to'g'rimi? Qadrsizlikmi, keraksizlikmi? Qadrimga ko'proq xafa bo'laman. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi znash sizga o'sha yuragimga og'riq beryapti degan o'sha og'riqning nomi nima ekan? Qadrsiz. Qadrsizlik. To'ppa-to'g'ri. Endi buni ham yanada aniqlashtirib olishimiz kerak. Xo'p, qadrsizlik siz uchun o'zi nima degani? E'tibor bermaydi, qizg'onmaydi, ishi yo'q. E'tibor bermaydi, qizg'onmaydi, ishi yo'q. To'g'rimi? Xo'p, endi sizni masalan aytaylik, kechirib yuborishingiz qanaqa suratda bo'ladi? Mana o'sha unutib olmayapman deyapsiz-ku. Ko'z oldimga kelyapti, boshqa bo'lyapti, lekin baribir o'sha og'riq bor deyapsiz. Aslida siz nimani xohlayapsiz? Gaplashgim ham keladi. Keyin gaplashsam meni xiyonatini eslayman-da, keyin yashagim ham kelmayapti.
Yashagim ham kelyapti. Yashagim ham kelmayapti, yashagim ham kelyapti. Ha, o'zim ham bilmayapman shuncha xiyonat qilsa ham yaxshi ko'rasanmi hali ham deyapman-da. Tushunarli. Xo'p, endi bu rostakam yaxshi ko'rishmi yoki bog'lanishmi? Menimcha bog'lanib qolganman deb o'ylayman o'zim. Xo'p. Bog'lanish siz uchun nima unda? Bog'lanish. Hamisha yonimda tursa, eshitsa mani gapirib. Hurmatda, qizg'onsa. To'xta bana. Eshitsa, hurmat qilsa, ardoqlasa, xo'p, bu sizga nima beradi? Xo'sh. Kulminatsion tochkasiga kelyapmiz, qizlar. Nima beradi? Qadrim bilinadi-da. Malades. Bundan kelib chiqadiki, siz aslida nimani xohlayapsiz ekan? Qadrlanish. Erni emas. Vot. Qizlar eshitinglar. Aslida siz o'ylayapsiz hozir mana Maftun opa mana shu paytga davr siz aslida erni yonimda bo'lishini xohlayman deb o'ylab kelgansiz. Tushunyapsizmi? Lekin aslida sizga er kerak emas ekan. Nima kerak ekan? Qadr kerak ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni yanada soddaroq qilib bu narsani tahlil qiladigan bo'lsak, Ferrari mashina sotib olayotgan odam aslida mashina sotib olmayotgan bo'ladi. U nima sotib olayotgan bo'ladi? Hurmat, obro', avtoritet, e'tibor. Endi siz ham mana shu aslida erim yonimda bo'lishini xohlayman degan o'zi aslida menga er kerak o'zi aslida deganingiz orqasida demak nima kerak bo'layapti ekan? Ermas ekan, qadr ekan. Siz er xohlamayapsiz ekan, qadr xohlayapsiz ekan. Shu qizg'onishini, yaxshi gapirish, uni topib olgandan keyin 100 gradus o'zgardi-da, muomala ham o'zgardi, boshqacha bo'lib qoldi. Vot. Ko'ryapsizlarmi qizlar, kim o'zini tekshirdi? Kimni miyasida birinchi portlash bo'ldi? Hop, siz bilan bab barobar bular bilan ham ishlab ketaman opa. Kimni miyasida bab barobar mana shu opa bilan birinchi portlash bo'ldi? Sizda ham portlash bo'ldimi, Maftun opa? Shu kungacha siz er kerak deb yurgan ekansiz, yo'q, er emas, sizga qadr kerak ekan. Bu bitta portlash. Bu boshlang'ichi bu. Kim shu opa bilan o'zini tengma-teng savol javob qildi va birinchi portlashni oldi? Pilis bossin. Men hamma efirga qaramasdan yerga qo'yib, vot, menda ham shunda, vot. Kim o'zi birinchi portlashni qabul qildi? Bir Rahmanova. Zo'r. Shanoshka, zo'r. Davay. Yana kimni men ko'ray? Kimlar aktivligini ko'ray? Nozima Halilova, malades. Iroda, zo'r. Vot, mushtari, malades. Menda bo'ldi, zo'r. Vot, malades. Aslida erni xohlamayapsizlar ekan, balkim uni orqasidan olinayotgan qadrni xohlayapsizlar ekan. Mana bu anglashni o'zi eng katta narsani hal qilib qo'yadi. Nimagaligini hozir buni davomida tushunib olasizlar. Mashhura G'ofirjon, malades. Davay, plyuslar yomon sekin chiqyapti. Qadr faqat erdan kerak bo'lsa, bu uji mana endi bu keng savolni keyingi pog'onasi. Opalar, bu hali hammasi emas, bu birinchi portlash. Qadrlanish uchun nima qilamiz? Hozir ko'rasizlar. Zo'r. Maftun opa. Demak, birinchi portlashda xulosa nima ekan? Birinchi mana sizdagi o'sha og'riq, og'riqning nomi bu qadrsizlik. O'zi aslida siz nimani xohlayapsiz ekan? Erni xohlayapman deb o'ylab yurgan ekansiz, ammo siz yo'q, qadrli bo'lishni xohlayapsiz ekan. Qadr. Bu birinchi portlash. Vot, endi keyingi etapga o'tamiz. Endi og'riqqa qaytib kelamiz. Og'rig'ingiz nima edi? Qadrsizlik edi. To'g'rimi?
Xo'p, demak, bundan kelib chiqadiki, sizni hayotingizni qaysi ssenariy boshqarib kelyapti ekan? Qadrsizlikmi? Qadrsizlik. Siz mana shu qadrsizlik ssenariysidan kelib chiqqan holatda qaror qabul qilyapsiz. Qarorlaringiz harakatga aylanyapti. Harakatlaringiz odatga aylanyapti. Odatlaringiz xarakterga aylanyapti. Va oxirgisi xarakter natijani hosil qilyapti. Natija eringiz sizga beparvo bo'lishi, rus xotin topib olishi, u qilishi, bu qilishi va hokazo. O'zim tuzib beryapman hammasini. Chunki rol o'ynab beryapti. Chunki siz men qadrsizman degan ssenariy asosida yashab turib, siz qadrli ayol qanaqa o'ylashini bilolmaysiz. Bu tushunyapsizmi? Ya'ni siz любой ozuqani o'sha men qadrsizman degan programma asosida yashayverasiz va shaxsiyatingizni go'yoki qadrsizlik programmasi mafkurasini asosida qurib borasiz. Va natijada o'zingizni haqqingizni talab qiladigan moment kelganda, ha bo'pti deb qo'yaveray deysiz. Yo bo'lmasam kimdir sizni shaxsiy chegarangizni bossa, men senga odamga o'xshab gapiryapmanmi? Ha, sen ham menga odamga o'xshab gapir, bo'lmasam suhbatni shu joyda to'xtataman deyishni o'rniga dilim og'ridi-yu mayli, Allohga soldim. Eng osonida mana shu o'zbek ayollarini eng zo'r uslubida Allohga soldim. Yoki bo'lmasam, jim turgan odam kuchli odam deydi-yu, hamma mayli jim turaveray deydi. Yo'q. Aynan jim turgan odam kuchli odam, lekin u nima niyatda jim turyapti, opa? Mana shu narsa niyat hamma yo'qni hal qiladi. Bilib qolgandan keyin rosa gapirdim, jo'radim, gaplashdik. Chunki nimaga gapingiz o'tmagan? Sababi sizni o'sha shaxsiyatingiz qadrsizlikning asosida qurilib bo'lgan. Sizni gapingiz o'tkir bo'lmaydi. Chunki ichki holatingiz hali unaqa o'tkir emas. Ko'p nimalarni videolaringiz ham chiqyapti-yu, ajrashaman deb ajrashalmaydi, buni erlar biladi. Shunday bo'lyapti-da, birinchisida ham ketaman ham demaganman, ajrashamiz deganman, ketalmaganman. Ikkinchisida ham mana shunaqa, uchinchisida ham ha dedilarmi deb o'ylayapman-da. Endi to'xtab turing, opa, to'xtab turing. Hali bunga boramiz. Endi men sizga boshida eng asosiy savolni berishni unutibman. Hozir mana shu joyni o'zida berib boraveraman. Demak, ikkita narsa aniq bo'ldi. Sizda 3 ta narsa aniq bo'libdi. Og'riqni nomi qadrsizlik ekan, sizni hayotingizni qadrsizlik dasturi boshqarib kelyapti ekan va siz qadrli bo'lishni xohlayapsiz ekan. Bo'ldi, 3 ta narsa aniq. Shu paytga doir o'zi bu muammodan chiqish uchun nimalar qilib ko'rdingiz? Menga qilib ko'rgan ishlaringizni ayting. Kitobi, men buni bilardim, deb olmasligingiz uchun ayting. Men bilay. YouTube'da psixologlar eshitdim, har xil domlalarda eshitdim. O'zim o'sha tepa minnatdorman, kechirdim, o'zim uchun kechirdim deb ham yuribman. Erim haqida faqat yaxshi fikrlar kelyapti xayolimga. Yana nimadir bo'lyapti-da, esimga tushib qolyapti-da, dilim og'rib qolyapti. Xo'p. Psixologlarga borganmisiz? Yo'q. Nimaga? Mana bunaqa telefonda o'zi chiqyapti-yu, Instagramda psixologlar. Yo'q, tushundim, lekin o'sha chiqayotgan psixologlarning kurslari bor, konsultatsiyalari bor, bir bola narsalari bor-ku. Yo'q, hozir Oltinxonim degan o'sha apani naqasini eshityapman xolos. Ataga bormaganman. Psixologlarga bormaganingiz sababi ularga ishonmaslikmi yoki moliyaviy tomonmi? Moliyaviy tomon ham bo'lishi mumkin. Yo'q, demak qaysidir ma'noda ishonmayapsiz ham, shundaymi? Yo'q, ishonganimni Instagram bitta men telefondan tashqari psixologlar tanimayman. Shu telefonda, Instagramda, Telegramda kanallari bor. O'shalarni kuzatib kelayotgan psixologlarni biron bir kurslariga nimaga qatnashib ko'rmagansiz shu kungacha? Bilmadim. Xo'p, nima ular sizni o'sha kursini sotib olgani pulingiz bo'lmaganligidanmi yoki ularga ishonchingiz bo'lmaganligidanmi? Yo'q, 2 yil oldin Aziza Tashqarjiyeva aka sotib olgandi. Unda bunaqa holatim bas edi, unda bunaqa holatda bas edim. Hozirgi holatimda sotib olganim yo'q. Nimaga?
Mana unaqa bepul narsalarni eshitib yurib, o'sha aytyapman, minnatdorman, shunaqalarni bilyapman, qilib yuribman, yana hech qancha o'tmay O mana o'sha narsa sizga yetarli darajada foyda bermayotganini, bepul narsa sizga natija bermayotganini bilib turib nimaga o'qib ko'rmadingiz, sotib olmadingiz? Menga prosta sababi qiziq. Misol sizda mana bittada chiqarib yuboraman 1-2 soatda deyapsiz, $500 pul qaytdi. Ha, to'xtab turing, men hali o'zimni gapirganim yo'q. Qolgan psixologlarni ham bilmadim endi. Demak, asosiy narsa shunda moliyami? Ha, tushundim, bo'ldi. Endi mavzuga qaytamiz. Nima qilib ko'rganlaringiz aniq bo'ldi. Yozuv, chizuv, tekin praktikalardan foydalanib ko'rdingiz. Bo'ldi. Endi mavzuga qaytamiz, qizlar. Mavzuga qaytamiz. Xo'p. Demak, e'tibor bering. Sizni butun hayotingizni nima boshqaryapti ekan? Qadrsizlik programmasi boshqarib kelyapti ekan. Bu zo'r. Endi o'sha qadrsizlik programmasi sizga og'riq beryapti. O'sha mana eslasam yuragim og'riyapti deyapsiz, o'sha yuragingizni og'ritayotgan narsa qadrsizlik programmasi bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, o'sha qadrsizlik programmasi sizdan nimani olib qo'yyapti? Qadrim olib qo'yapti-da. Qadringizni olib qo'ygani aniq. Yana nimalarni tortib olyapti? Xayolim joyida bor. Xayolingiz joyida emasligi nimaga olib kelyapti oqibati? Asabiylik. Demak, asabiylikka olib kelyapti ekan. Ishimni tayinlab, ishqigim ham kelmaydi. Ishingizni tayini yo'qligiga olib kelyapti ekan. Xo'p. Halovatni deb bittasi yozibdi-da. Halovatni, to'g'rimi? To'g'ri, halovat ham yo'q. Vot, endi bundan kelib chiqadiki, endi bu savol ommaga beraman. Ommaga, mana shu tengma-teng ishlab aktiv bo'lib ketayotganlarga beraman. Demak, bundan kelib chiqadiki, agar siz hayotdan lazzat olish darajangizni 1 dan 10 gacha baholasak, eng piki 10 darajada bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana shu qadrsizlik programmasi, qadrsizlik programmasi o'sha 10 darajadagi lazzatdan nechi darajasini qiyib qo'yyapti ekan. Yozinglar boshqalar ham. Nechi daraja? 2 mi, 3 mi, 5 mi, 8 mi, nechi daraja? 5-6. 5-6 zo'r. Ko'ryapsizmi? Bu yerda o'sha muammoni indamasdan ko'tarib yurayotganni bahosini ko'rsatib beryapman. 5 lobar. Vot, yana qolganlar yozinglar. 10 ga 10. Vot. Davay 4. Muxlisa zo'r. Maftuna 1. 6. Yodgorova 6. Nozima Halilova 6. 5. 2 3. Vot. Ko'ryapsizlarmi? Bundan kelib chiqadiki, atiga bir donagina kichkinaginaga o'xshagan ssenariy, nima bo'lyapti ekan? Hayotdagi lazzatinglarni teng yarim qismini yoki 4 dan 1 qismini olib qo'yyapti ekan. Fikr hayolingiz o'shanda. Nima deysiz? Fikr hayolingiz o'shanda-da. Fikr hayol o'shanda bo'lganligi natijasida bu yoqdagi lazzat unutilyapti. Bu xuddiki tishi og'rigan odam, shirin taomni his qilish darajasini maza qilib his qila olmasdan yeyishi. Ovqat zo'r bo'lib tuyuliki, tishim yomon og'ridi deydi. Yarimta. To'g'rimi? Maza qilgan. Xuddi shunaqa. Endi qarang, eng yomoni nima? Eng yomoniga ham to'xtalishimiz kerak. Eng yomoni mana shu kesilgan lazzatni normal hayot deb ko'chirib qo'yish, opa. Tushunyapsizmi? Mana shu eng yomoni. Ya'ni hayotdan 10 darajadagi lazzatdan 5'ini kesib olyapti, 5'i qolyapti. O'sha 5'iga rozi bo'lib yashash.
bu rozi bo'lib yashash nimasi xavfli desa, chunki farzandingizga o'tadi shu rozi bo'lib yashash. Tushunyapsizmi? Farzandlarga ta'siri bo'ladi. Ha, anavi hali urush janjaldagi ta'sirini aytmayapman. Baqiroq bo'lib qolgan ta'sirini aytmayapman. Siz nimaga chidab yashaganingizni qizingiz ko'rsa, qizingiz demak bu normal hayot ekan deb turib qizingizga o'tadi. Xuddi onangizni hayoti, onangiz nimaga chidagan bo'lsa, demak ayol shunga chidash kerak ekan deb siz o'zingiz kopirovka qilib yashagan bilan barobar. Hozir men hali chuqurlashim kerak. Hozir men hali misol uchun chuqurga tushmadim. Lekin hali kovlaydigan bo'lsam, o'sha onangizdagi holatni siz ham boshingizdan kechirayotgan bo'lyapsiz. Umatidan xiyonat qilmaganlar umuman. Yo'q, gap xiyonatda emas, opa, qarang, xiyonat roldan chiqib bo'ldi. Gap endi qadrsizlik haqida ketyapti. Hissiyot, og'riqni normallashtirib yashash haqida ketyapti. Bu juda ayanchli holat. Tasavvur qiling, tishingiz mingga chiqib og'riyapti, lekin siz o'zingizni o'sha tish og'riq bilan yashashga ko'niktirish bilan barobar. Tushunyapsizmi? Hayot tarziga aylantirib, ha. Endi tushundingizmi? Vot. Miya orib ketadi, o'ylar bulardi. O'shaning uchun xatiyabi. Demak, nima ekan? Anavi bu yerda ko'pchilik ayol o'ylaydi, nimaga men endi erim uchun o'zgarishim kerak? Yo'q, eringiz uchun emas. O'zingiz uchun, o'zingizni yerga urib kelishga sabab bo'layotgan dasturni, mexanizmni to'g'rilash kerak, xolos. Bu yerda hozir misol uchun o'shani ishlasa, 10 ga 10 lazzatdan o'sha 10 qaytib keladigan bo'lsa, lazzatni oladigan siz bo'lasiz, eringiz bo'lmaydi. Men xolos batafsil tushuntirish orqali nimaga batafsil tushuntiryapman? Chunki bu efir yana bir kun turadi. Men lentaga qo'yib qo'yaman. O'shaning uchun. Ya'ni boshqalar ham ko'rsin shtobi, prosta tak bitta arzimagan ssenariyni uzmasdan normallashtirib yashashni oqibatida nima bo'lib kelayotganini. Qizi bo'lsa, qizi ham xuddi shunaqa ko'nika boshlaydi. To'g'ri. Og'riq normal bo'lib avloddan avlodga o'taveradi, oxiri o'sha nima deydi, 10 dan 1 qismini lazzat deb bilsa, o'shani 10 deb o'ylayveradi. Shuni 10 deb o'ylaydigan qilib qo'ygan hozir. 10 deb o'ylaydigan qilinmaydi, opa. 10 ni qaytariladi. Qaytaraylik. Endi sizga savol beraman, opa, qarang. Demak, bundan kelib chiqadiki, demak, o'sha qadrsizlik sizni nimadan mahrum qilib qo'yayotganingizni o'zi siz tushundingiz, xo'p, endi o'sha qadrsizlik programmasi qadrlilikka almashtiriladigan bo'lsa, o'sha ssenariy mana qilsa boshqachasiga almashtiradigan bo'lsa, hayotingiz qanday bo'lishi mumkin? Televizor ko'rsam ham hayolim boshqa joyda. Qayerga borsam ham hayol boshqa joyda. O'sha o'z-o'ziga keladi-da, hamma yoqda o'zini lazzatini olib yuraman. To'ppa-to'g'ri, lekin bu to'liq hali ta'riflashmas. Rostakam sizni mana shu qadrsiz programmani olib tashlab turib, qadrli ayolga aylanganingizni shunday vizuallashtirib tasavvur qildirib beraymi uni lazzatini? Ko'zingizni yuming. Ko'zinglarni yuminglar hammanglar. Ko'zinglarni yuminglar. Mana aytdingiz-a, opa, boya. O'sha siz nimani xohlaysiz desam, erim meni yonimda bo'lishini, yaxshi gapirishini, ko'nglimni qizg'onishini, e'tibor berishini va hokazo, to'g'rimi? Qachon o'shanaqa payt bo'lgan? Qachon eringiz sizni ko'nglingizga qaragan? Boshida, yangi kelin kuyovlik paytda. Qanaqa bo'lgan edi o'sha paytlar? Menga ozgina gapirib bering qani. Boshqalar ham o'sha go'yoki Tohir Jaysonovga gapirib beryapman deb gapiringlar, xo'sh? O'zinglarcha, o'zinglarga o'zinglar gapiringlar, xayolingizda o'tkazinglar, xo'p? Shu sevishganlarda yurilardi-da u paytda. Xo'p, zo'r, yana Gaplashilardi, bir-birimizni tushunar edik, hurmat qilar edik. Vot. Mana endi o'sha paytdagi ichki holatingizni bitta tasavvur qilib bering menga. Bitta shunday bir ko'z oldingizga keltirib ko'ring-da, ichki holatingiz qanaqaligini menga bitta ayting endi. Quvnoq xursand bo'lib yurardim. Ana
Ko'ryapsizmi? O'sha paytda siz o'sha nima deydi, 10 darajadagi lazzatdan qanchasini his qila olgansiz? 10. Ammalades, endi o'sha paytdagi Maftuna bilan endi hozirgi Maftunani ko'z oldiga keltiring. Hozirgisi ancha xafa. Ko'ryapsizmi? Vot mana tug'ruqdanki homiladorlik vaqtida zo'r. Ko'ryapsizmi? Birinchi aytgan tasavvurim bilan hozirgi ayttirgan tasavvurim qanaqa ekan? Yer bilan osmonchalik farqi bormi? Ancha. Ha, bundan kelib chiqadiki, opa, e'tibor bering. Bundan kelib chiqadiki, hammanglar eshitinglar. Aslida, opa, sizda, nafaqat sizda, mana shu yerda o'tirganlarda ham haligi qadrli bo'lishga men moyil emasman ekan yoki meni qadrli ayol bo'lish, baxtli ayol bo'lishga meni layoqatim yo'q ekan emas. Chunki siz o'sha payt baxtli bo'lgansiz. Tushunyapsizmi? Aslida siz nima bo'lyapti? Siz prosta yo'qotib qo'ygansiz baxtingizni. Sizga yo'qotilgan baxtni qaytarish kerak. Sizga yangi kelajakni va'da qilishni umuman kerak yo'q. Mana shu joyda. Mana kalit. Ko'pchilik anaqa sizni hayotingizni oq qilib ko'k qilib u qilib bu qilib deydi. Bu yoqdagi odamni tasavvuriga sig'maydi-da haligi. Rostdan shunaqa bo'larmikin? Ha? To'g'rimi? Vot, o'sha psixologlarni darsini olmaganingiz ham sababi bitta moliya emas, menimcha prosta ishonchsizlik ham bo'lgan. Ya'ni ular mamlaqani va'da qilyapti. Rostdan shunaqa bo'ladimi? Rostdan erim o'zgarishi mumkinmi degan savollarning ichida qolib ketyapti. Men nimani aytayapman? Men sizga yangi kelajakni va'da qilmayman. Men yerdagi kuzatib o'tirganlar, men sizga yangi kelajakni va'da qilmayman, balkim o'tmishdagi yo'qotilgan baxtingizni qaytarib beraman. Demak, siz o'sha qachondir qadrli ayol bo'lganmisiz? Demak, qadrli ayol bo'lishga moyillik bor. Faqat siz mexanizmni tushunmaganligingiz uchun o'sha qadrlilikni doim ushlab tura olmagansiz. O'zingizni barqarorlashtira olmagansiz, xolos. O'zimiz qilib qo'yganmiz. Endi qadrsiz o'zimiz. O'ziz yo'q. Agar siz o'zingizni qadrsiz qilib qo'ygansiz desam, bu o'zingizni ayblashga qarab ketib qoladi. Nimaga men bunaqaman? Shunaqa ham noshud bo'lamanmi? Va hokazo deb ayblashga qarab ketib qoladi. Men mijozni ayblashdan uzoqman. Chunki bu yerda ongli qaror qabul qilinmayapti. Sizni programma boshqarib kelyapti, mexanizm boshqaryapti va mexanizm boshqarayotganini siz bilmagansiz. Mana endi siz bildingiz. Endi ham shu hayotda davom etasiz-da, endi o'zingiz aybdor bo'lasiz. Bilib turib ham. Ha, bilib turib. Tushunyapsizmi? Bu yerda o'zi aslida ayol nimani xohlaydi? Ayolga yangi kelajak kerak emas. U o'tmishdagi yo'qotib qo'ygan baxtini topa olmayapti, xolos. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar, yozinglar. Opa, Maftun opa, siz ham ayting. Mana shu yerdagi kuzatib o'tirganlar ham aytsin. O'sha hamma boshida mehr bo'ladi, ko'p gaplashilinadi, bora-bora o'zgarib hamma narsa kamayib ketadi-da. Shu boshida narsani xohlayman. Vot. Ko'ryapsizlarmi? Demak, siz mana Maftun opa, demak siz yangicha Maftuni, yangicha kelajakni xohlayapsizmi-ki yoki o'tmishdagi beg'ubor, qadrli ayol bo'lib yashagan damlaringizga qaytishnimi? O'sha oldingidaqangi bo'lishni xohlayman. Ana, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Prosta tak uni mexanizmini tushunmaganligingiz uchun o'sha o'tmishdagi baxtni siz barqaror doimiy ushlab qolishni bilmagansiz. Bilmaslik ayib emas. Bilmaslik ayib emas. Endi tushundingizmi? Vot. Mana shuni qaytarish kerak. Endi ko'zingiz yeta boshladimi? Sal. Ha? Endi ko'zingiz yeta boshladimi? Ha, demak, rostakam o'sha hayotga qaytsa bo'lar ekan degan ishonch bo'ldimi? Bo'ldi. Ana, vot. Endi bu motivatsiya bilan bo'lmaydi.
Bu shirin gap bilan bo'lmaydi. Bu o'zingiz haqqingizni talab qilish bilan bo'lmaydi. Bu ichki holatni o'sha o'tmishdagidek holatga qaytarish bilan bo'ladi. Va bu alohida ishlanadigan masala. Qarang, oddiy mana sizdagi jarayonni keltirib chiqaradigan omilni topish uchun qanchalik vaqt ketdi? Tushunyapsizmi? Buni qolgani ham u alohida ishlanadigan jarayon. O'sha menga ko'pchilik aytadi-da, misol uchun, seans qancha va hokazo. Xo'p, qancha davom etadi? 1,5-2 soat, balkim undan ham uzoq davom etishi mumkin, balkim undan ham qisqaroq. Xo'p, shunda men 1,5-2 soatingiz uchun men $500 beramanmi deydi. Men aytaman, yo'q. Siz agar soatiga pul to'layapman deydigan bo'lsangiz, men emas, bironta bir dugoningizni kofe ichishga taklif qilsangiz, u siz bilan vaqt o'tkazadi. Menga deyman, meni boy qilish uchun to'lamayapsiz, meni soatimga emas. Hayotingizni o'zgartirish, butun bitta taqdiringizni o'zgartirish sari ilk qadamni tashlash uchun to'layapsiz deyman. Endi o'sha mablag' borda. Vot. Endi tushundingizmi? Bo'lmasa hech kim bunaqa qiynalib yurmas edi. Yo'q opa, bu prosta tak u ana qurbonlik obrazi bu. Inson nimani qattiq xohlaydigan bo'lsa, o'sha narsa uchun doim vaqtdan topadi, pul ham topadi. Demak, mablag' topolmayaptimi? U hali tayyor emas yoki og'rig'i hali unga yetarli bunday qattiq qiynalmayapti. Tishingiz og'rigan payt opa, e'tibor bering. Tishingiz og'rigan payt siz masalan sizni tishingiz kechasi og'rib qolsa opa, siz ertaga qanaqa qilib pul topsam ekan demaysiz, ertaga qachon stomatolog ochilar ekan, qachon ertaman bo'lar ekan deysiz. Kerak bo'lsa harakat qilib topadi, to'g'ri. Qo'pol qilib aytganda, farzandingiz og'rib qoladigan bo'lsa opa, farzandingiz pulni qayerdan topaman ekan demaysiz, qaysi doktorga olib borsam ekan deysiz. U paytda pul sizda yo'q bo'lsa ham pul muammoga aylanmaydi. Qayerdan bo'lsa topasiz pulni ham. Demak, bundan kelib chiqadiki, bizda ham pulimiz bo'lsa mana qilardik, una qilardik deb turib, hech narsa qilmaslik, bu ham o'sha og'riqni normallashtirishga keladi. Demak, u inson uchun o'sha og'riq normallashtirilib bo'lgan, e'tibor bering. Yo bo'lmasam hali unga berayotgan og'riq hali yetarli emas, hali uni bunday harakat qiladigan darajada joyidan qo'zg'ata olmadi. O'shaning uchun nima deydi? Odam mana shu hayotini o'zgartirishni xohlaganlar ko'p, lekin qaror qabul qilganlar sanoqli chiqaveradi doim. Bepul bo'lsa shunday o'zgarib qolsa. Shunaqa. Mana hozir ham mana bittasi yozyapti. Siz sotish uchun efir qilyapsizmi, yordam berish uchun? Ikkalasi ham. Meni bergan yordamim shu paytga doim. Mana opa o'zi nimani angladingiz? Mana shu meni yordamim bo'ladi. Endi iyog'i dalshi bo'lishim, endi nima qilish kerak deganlarga bu sotish uchun bo'ladi. Bu sotuv men boy bo'lish uchun emas. Siz yozilmasiz, boshqasi yozilishi mumkin. Lekin siz o'zingizni hayotingizni o'zgartirish uchun o'sha summani to'layotganingizni o'ylang. Menga pul berayotganingiz emas. Vot, bu bitta sizga emas, mana yerda ana qilganlarga aytyapman opa. Hozir menimcha 99% erkaklar o'zi xiyonat qilyapti hammasi. Hop. Instagramda, Telegramda hammasi shu xiyonat haqida. Vot. Shunaqa. Aslida ayol kishi xiyonatdan aziyat chekmaydi. Xiyonatdan keyingi bo'ladigan og'riqdan aziyat chekadi. Mana siz o'zi aslida xiyonatdan aziyat chekmayapsiz. Qadrsizlikdan aziyat chekyapsiz, opa. O'ylaysizda nimaga endi men? Vot. Qaysim kam, nima bo'ldi, unga nimaga unaqa qiladi, nimaga menga bunaqa qiladi, ana shunaqa gap, hammasi. Sizda o'sha yara borki, o'sha og'riq beryapti. Tushunyapsizmi? Masalan, qo'lingiz yara bo'lsa, uni siz bog'lab olgan bo'lsangiz, lekin kimdir o'sha yaraga tegsa, voydod deysiz. Agar o'sha yarani o'zi yo'q bo'lsa, bunday qilib ursa ham voydod demaysiz, chunki u yara yo'q.
Shunda biz yaragacha tuzatishgacha yetib bormay chala-chulpa eshtyapman, yaxshi bo'lgan deb Tuzatishgacha o'ylayapman. yetib borish iyoda tursin, yarani normallashtirib olyapti. Eng yomoni shu, tuzatishni hali men gapirmayapman. Suv olib kelib olay, nimani tushundingiz, nimani angladingiz, o'ylab turing, gapirib berasiz.